Hammaga hammaga salom va mening ismim Ned va men snayperman. Men bu qishloqqa bitta jitalni o'ldirish uchun keldim. Va bu mening narsalarim: oziq-ovqat, kiyim, pul va qurollarim. Lekin bu yerda asosiy qurolim yo'q. Xo'sh. Bu esa qishloqning xaritasi. Hozir men qishloqni aylanib chiqaman. Va men o'zimga ideal bo'lgan joy topishim kerak. Chunki men axir qishloqni o'ldirishim kerak. Xo'sh, endi bu tomonda nima borligini ko'rib chiqaman. Qishloqning xaritasi bor. Lekin qishloq aniq ko'rinmaydi. Bu yerdan esa aniq va tiniq ko'rish mumkin. Chunki bu yer qishloqning eng baland nuqtasi desa ham bo'ladi. Xo'p. Bu yerdan bemalol ko'rsa bo'ladi. Va bu men snayperman. Lekin hozir esa qurolim uyda joylashgan. Uyda bekitib qo'yganman. Sizlarga gapiraman deb o'zim ham tushib ketdim va jonim ketdi. Xo'sh, endi uyga borsak ham bo'laveradi. Uyga borishdan avval esa bu yer bo'lmasligini payqab qoldim. Chunki bu yer eng baland nuqta bo'lgani uchun ham ochiq. Bu yerdan hamma narsani ko'rsa bo'ladi. Shuning uchun meni qishloqlar ko'rib qolish ehtimoli juda ham katta. Bu yerlarda esa o'rmon ichida ham uylar bor ekan va bu uylar menga g'alati qilmaydi. Chunki bu yerda hech kim yashamasa ham kerak. Bu tepalik esa ideal joy desa bo'lmaydi. Chunki hamma uylar to'liq ko'rinmayapti. Shuning uchun xo'sh, boshqa joy topamiz. Shu yerda menga bitta zo'r g'oya kelib qoldi. Jitalning uyiga borib o'ldirsamchi? Yo'q. Uzr, to'g'rilab oladi. Suvga sakramoqchi edim. Xo'p, endi esa kechishini kutsam bo'ldi. Kechqurun esa jitalni o'ldiraman. Xo'sh. To'pponchadami yoki snayperda? Chunki men aslida snayperman. Bu videodan keyin esa men yollanma qotil bo'lganim yaxshimi yoki snaypermi? Albatta buni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bu esa xarita. Men qayerda turganim va uyimni, qishloqni ko'rsatadi. Bu esa shunchaki xarita. Bularni solib qo'yamiz va men endi kechishini kutib turaman. Xo'sh, mana kech ham tushib qoldi va endi men sizlarga o'yinchoqlarimni ko'rsataman. Xo'p, o'yinchoqlarim bu yerda turadi. Mana mening o'yinchog'im. Xo'sh, bu o'yinchog'imni menga yaqin do'stim sovg'a qilgan. Men esa aslahalarimni ham kiyib olaman. Xo'sh. Kech ham tushib qoldi. Va menga jital qarab turibdi. Men bunaqa netib qaraman. Undan ko'ra uyga borib uxla. Menga xabar berishlaricha men savdoyini o'ldirishim kerak ekan. U
yomon narkotik modda savdosi bilan shug'ullanyapti va uning a'zosi judayam ko'p. Xo'sh, endi sen nima qilyapsan bu yerda? Bor uxla. Bilishimcha, u uyda bo'lishi kerak. Xo'sh, va bu yerda emas. Xo'p, endi uni qidirib topishimiz kerak. Sekin, u bizni ko'rgani yo'q. Snayperda. Va bo'ldi, ketdik. Ishimiz hal. Lekin snayperning ovozi juda ham baland chiqqani uchun bizni sezib qolishgan bo'lishlari mumkin. Hozir bu jitel kerak. Men seni o'ldiraman. To'xta. Snayper yaxshi. Yo'q, bu ham ko'ribdi. Qochma, to'xta. Seni baribir o'ldiraman. Ol. Va bo'ldi. Bu qishloqdan tezda ketaymi yo ketmaymi? Yo'q, hech kim bilgani yo'q. Yaxshi ekan, uxlaymiz. Ertagacha. Xo'p, mana turdik. Va kecha juda ham yomon kun bo'ldi. Qurol aslahalarimni qo'yib chiqay. Xo'sh. Kim qirayapti nimaga deb so'raydiganlar uchun bu men bitta o'zim va menga birorta to'da hujum qilib qolsa va men o'shani uchun o'zimni himoya qilishim uchun berilgan qurol. Patronlar juda ham ko'p, chunki menga patron hisobiy berilgan desa ham bo'ladi. Xo'p, salom jitel. Yaxshimisan? Yaxshi, mayli. O, bolakay. Xo'p, mayli, u bitta lama ursak tupurish kerak edi, mayli tupurmayapti. Xo'p, nariyoqqa o'tib. Tupur endi. Tupurasanmi u? Yo'q. Yo'q. Yordam, cho'kyapman. Yordam. Baribir hech kim eshitmayapti. Shuning uchun o'zim harakat qilyapman. Hop. O'zim yaxshisan, yordam ber, oy jitel, yordam. Yordam berasanmi? Yordam berasanmi, oy jitel? Yordam ber, yordam. Endi buni o'zim sindirib chiqaman. Xo'sh, bekor bunday bo'ldi-ku. Bizni foydamizga desa ham bo'laveradi. Chunki meni kecha o'ldirgan ishlarimni hech kim bilmaydigan bo'ldi desa ham bo'laveradi. Chunki men kasalman va mendan hech kim kutmasa kerak. Oldin bu yerdan chiqib olishim kerak. Bu axir planda yo'q edi. Shunchaki bir lamani o'ldirmoqchi edim. Va yo'q. Va bu yerdan chiqib olmasam bo'lmadi. Oy jitel, menga yordam ber, qarab turmasdan. Sanchi? Bu yerda turaversanmi? Pishak, yordam ber. Maylimi? Yaxshi. Lamaga o'tiraman desam. O'tirishga o'tirdim. Yo'q qilib. Narman yo'q. O'xshamadi. Yo'q, o'xshamayapti.
Yordam beringlar, voy dod. Yaxshisi o'zim qutulaman, yana bir bor harakat qilaman. Harakatda barakat deyishgan va bu albatta amalga oshadi. Xo'sh, mana shu bir dona blok sindirsam men ham lama ham qutuladi degan umiddaman va lamani o'zim minib olaman. Chunki men uni bu yerdan qutqargan bo'laman va u shunga sabab bo'ldi. Lekin birinchi bu blokni sindirish kerak. Lekin bu oson ish emas. Tag'in qo'lda. Hech qanday kirka ham yo'q. Kirka bo'lganda juda ham oson bo'lar edi. Xo'p, mana shu blokni sindirsam bo'ldi. Marra meniki, lama ham meniki. Var egasi yo'q. Kecha o'ldirib qo'ydik. Xo'p, endi yo'q. Bitta xato va barcha ishlarim chippaga chiqyapti. Xo'p. Sakrab yuboryapman. Axir baribir buni iloji yo'q-ku. Buni o'zing ham bilasan deyishlaring mumkin. Lekin voy, mana shu yerdan chiqib olsam marra meniki edi, lekin chiqib bo'lmayapti. Voy, yordam ber. Mana qilib tursam eplayman degan umiddaman. Xo'sh. Qani. Bu oson ish emas. Sizlarga aytganda, tag'in suvning ichida. Suvdan tashqarida bo'lsak juda ham tez bo'ladi, lekin bu yerda qo'lda va suvning ichida juda ham qiyin. Sindirish va jijja qoldi. Voy. Va nihoyat. Yo'q. Hamma umidim chippaga chiqdi. Va sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha xayr.